bas ulardan intiqom oldik. Bas u payg'ambarlarni yolg'onchi qiluvchilarning oqibatlari qanday bo'lganini ko'ring. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. Eslang, Ibrohim otasiga va qavmiga degan edi: Men sizlar ibodat qilayotgan ma'budalardan bezordirman. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Illo meni yaratgan zotgagina ibodat qilurman. Bas u meni haq dinga hidoyat qilajak. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. U Ibrohim zora qaytsalar deb o'sha nasihatni o'z ortida qoluvchi so'z qildi. بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ. Men esa u qoldirgan so'zga itoat etmagan ana uni Makka aholisini ham, ularning ota-bobolarini ham to ularga haqiqat Qur'on va aniq payg'ambar Muhammad kelgunicha farovon hayotdan foydalantirdim. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. Ammo ularga haqiqat Qur'on kelgach, bu sehrdir, bizlar unga kofirdirmiz dedilar. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Yana ular bu Qur'on ikki shaharning biridan bo'lgan ulug' odamga nozil qilinganida edi dedilar. أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Ey Muhammad, Rabbingizning rahmatini, payg'ambarlikni ular taqsimlaydilarmi? Ularning dunyo hayotidagi tirikchiliklarini ham ularning o'rtalarida biz taqsimlaganmiz va bir-birlarini bo'yun sundirish ishlatishlari uchun ba'zilaridan darajalarini ko'tarib qo'yganmiz. Rabbingizning rahmati esa ular to'playdigan narsa boyliklaridan yaxshiroqdir. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. Agar odamlarning bir millat bo'lib olishlari, kofir bo'lib ketishlari bo'lmaganida edi, albatta Rahmonga kofir bo'ladigan kimsalarga uylarining shiftlarini ham, unga chiqadigan narvonlarni ham kumushdan qilib qo'ygan bo'lar edik.
ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون Yana ularning uylarining eshiklarini ham, o'zlari ustida yastanib o'tiradigan so'rilarni ham kumushdan qilib qo'ygan bo'lar edik. وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. Yana tilla va javohirdan iborat zeb ziynatni ham ularga bergan bo'lar edik. Zero bularning barchasi faqat dunyo hayoti matohlaridir. Oxirat esa Rabbingiz nazdida taqvodorlar uchundir.